Agar mush ishqa mushu bizningki dunyodagi bo'pmi Turkiyaga markazlashgan din o'qigan o'limalarımızdan bir sada chiqmasa, Yevropadagi, Turkiyadagi va Amerika va boshqa yerdagi buning ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun men bütün Uyg'ur o'limalarni men o'sha Uyg'urlarningki damullisi, qarisi, yana bir nimasi u bu deb o'ziga shunday bir unvonni qo'yganlar, endi ma ishqi bir nima danglar. Bir nima deb yozma shaklda bo'lamdi, bayonot bo'lamdi, shu o'zinglarning tashkilotidan bo'lamdi, ma'lumga bir narsa e'lon qilinglar buni diasporadagi, ya'ni muhojiratdagi Uyg'urlar bilib qolsin. Ondan keyin mayli sizlar baribir ular musulmon bo'lmagandan keyin bunlar deyishimizning hojati yo'q desanglar xatolashgan bo'lsizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida, sahobalarning davrida o'zi bilan birga yashagan Yahudi, Nasara va boshqa dindagilarga justice, yani adillik bilan muomala qilib, shularningki qiyinchiligini, shularningki ba'zi bir haqsiz bo'lgan ishlarni hal qilib bergan. Buning nurg'un misol va buni bu yerda deb o'ltirsak, vaqt chiqib ketadi. Shuning uchun ben birdek bütün o'limalarni, Uyg'ur o'limalarni, Uyg'ur olimlarni mush ishqa yozma bo'lamdi yoki o'zinglarning tashkiloti nomidan bo'lamdi bir bayonot berishmasang, sizlarni sukut qilishlar Qirg'iziston tarafidan bo'lib, o'sha gunohga sherik bo'lgan bo'lsizlar. İnşallah, Allah bilan qasamki, uqsimu billahi al-azim. Mushu gapimni o'lim Allohga yetkazib qo'yaman.